Hammaga salom, kelinglar uyga marhamat. Qo'ymadinglar, aka yashayotgan uyingizni obzor qilinglar deb. Qanday obzor qilamiz? Bilsanglar agar, birinchi Jadavda yashaganman, keyin Business Bay, keyin Oshitepasi adresga o'tdim. Oxiri keyin ikkita uyim bor edi, o'sha nimada Business Bay bilan Jadavda, uni arendaga berdimda, nimada Jiberda turardim. Jiberda adresda ozgina yashardim, 1-2 oycha. To'g'risi aytsam kichkinalik qildi. Keyin o'sha bir qiz bilan tanishdim, Aisha bilan. Aisha bilan hayotim o'sha boshqa tarafga o'zgarib ketdi. Sevgi yomon narsa, bilasizlar, ditto sevsa yomon sevadi. Svetlarni yoqib qo'y. Shunaqa qilib ozgina birga yashadik. Keyin birga yashadik qanaqa? Men unikida, u menikida bir o'zinglar endi istoriyalarimni ko'rgansizlar. Keyin oxiri qaror qildik birga yashagani. Uy qidirishni boshladik. O'tda uy qidirdik, bo'tda uy qidirdik. Keyin mana urush bo'lib qoldi. Hamma arzon bo'ldi. Qanaqa arzon? Где-то 10%, 15% ga tushdi. Yaxshi uyga o'tib olamiz, takoy basenli masenli dedik. Keyin men zalga kelardim. Bu Arjan hotel apartment zaliga kelardim. O'tda xo'jayini, mana bir yaqin insonim. O'sha bilan gaplashib qolib, "Sen nima edi?" dedi. "O'tda yuribsan, menga o'tib ol" dedi. "Bo'ldi" dedim, "o'tib olaman senga" dedim. "Nima bo'ladi? Narx-navos qanaqa?" desam, "Ya senga da 30 skidka qilib beraman" dedi. Bekitmayman narxini. Bu yiliga işte 220 mingdan sal barobar to'layman. Dollarda get 65 ming atrofida bo'ladi. 65 ming yiliga to'layman. Nimaga bu otelni olgansan deyishingiz mumkin. Otel apartmenti bu otelda yashayapsan-ku deb. Otel apartmentni olishim sabab o'zi to'g'risi aytsam juda ham orzuim bo'lgan. Albatta o'tib ko'rsatib ketiraman parallelni. Orzuim bo'lgan mana shu uyimni har kuni tozalashsa. O'zim mana ubor-sitalarim bo'lsa, men o'zi qanaqa ahvolda kelganimni, qanaqa yurganman 2019-20-yilgacha o'zim bilaman-da. Mana rasmlarni qo'yib qo'yadi, bolalarga iltimos qilamiz. O'sha men 2021-yilga sekin oyoq turishni boshlaganman. Shu uyim toza bo'lsa, har kuni ubor-sitlar kelib tozalasam, pastellarni har kuni yangi tozalaydi. Bu meni spallim. Chunki ikkita odamga mana shunaqa one bedroom, mana bunday aytadi. Studiya ham yetardi. No, o'rtog'imga rahmat. Shunaqa zo'r obstanovka qilib bergan. Men 30-etajda turaman. Bu balkoni. 30-etajda balkon. Endi bu birinchi balkon. Balkonni ham ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rsanglar, необычный вид, полный. Ikkinchi oy yashayapman. Uyni polni sizlarga qo'ldan kelgancha obzor qilaman. Bu как всегда men bilan necha yildan beri ota-onam rasmi. Haqqa ko'rsam ham yonimda onam ham, adam ham, mehribonlarim. Tak, давайте vannadan boshlaymiz. Van o'tda o'zi to'g'risi aytsam, birinchi o'sha obzor ko'rganman-ku. Ko'rganimda menga vannasi yo'q edi. Juda ham katta пространство. Menga iloji boricha endi men hozir cho'milib chiqdim, yana suv e'tibor bermaylik. Tak, polni yondimda. Xalati bor, ikkitalab xalat. Sochini almashtirib ketishadi. Bu endi bu ayollar narsasi, ayollar sizlar endi ajoyibsizlar, nima deyman endi. Ana bu narsalarni lekin nimani Aishani o'zi qilgan, o'zi obstanovkalar yaratib tashadi. Bu shkaf, Aishani shkafi, ayollar shkafini ochmayman, bilasizlarmi? Men o'zimni bemalol ochiraman. O'zimni kiyimlarim turadi. Anaqa narsalar qo'yib qo'ygan Aisha, chiroyli hidlar chiqib turish uchun. Mayli. Umr uzoq bo'lsin Aishaxonni. But mana bu seyfimda. Tak, kod ochgan bo'libdi. Bu yerda soatlarim, bilasizlar, endi ana hozir soatlarni maqtamoqda deb ertib balay qolib ketmay, boshqalarga o'xshab ana soat temalar bo'lib ketdi-yu. O'shanga seyfda narsalar turadi. Tak, mana spalni ko'rdinglar, udobniy, mazza qilib sakrasa ham bo'ladi. Tak. Hammaga ko'rsatdim. Keyin men uni ko'rgan bo'lsanglar kerak. Bu nimadan keldi? Aishaniki, o'zini uyida edi. O'zi yaxshi ko'rar ekan, lekin uyi har kuni yig'ishtiradi. Bilmayman, nima kerak bor senga desam, yo o'zim yig'ishtirsam har boshqacha deb. Bu bo'rshiklardan keyin ham shu narsalarni yana yig'ishtiradi-da shu. Telefon, tak, bu yerda. Buni telefonni olasiz. Xohlasangiz ovqat chaqirasiz, xohlasangiz sochuv kerak bo'lsa, xalat kerak bo'lsa, bu gostinitsadek bemalol.
ishqilib kayfda bitta gap bilan maza qilib yashaysizlar. Tarozim mana, taroz necha kilo ekanmi qani? 80 kilo. Ertalab 77 edim. Hozir ovqat yeb bo'ldim-da chunki. Shunaqa. Hamma narsaga e'tibor bermaysizlar. Bu O'zbekistonga ukalarimga, radno ukalarim, jigarlarimga sovg'alar. Ertaga sarvar kripto uchib ketadi. Shuni berib yuboramiz. Bittada haydaladi. Такой кладовочный skop, hamma narsa, trenirovочный kiyimlarim, hamma shu yerda turadi. Eng yaxshi ko'rganim PlayStation, bilasizlar, sevaman PlayStationni. PlayStation yaxshi ko'raman. O'zimni televizorimni olib kelib olganman. Yaxshi ko'rgan televizorim такой 8 kali. Bizning podarka bo'ldi. Bu Sarvardan. Sarvari bilasizlar, kriptochi Sarvar. Alisa podarka qilib ketdi. Bu eski Alisa. Bu nimadan qolib ketgan o'zi? Nima? Angelina Xondan. Eski sevgilimdan. Tak, o'zi Angelina hayotimda uchrabam o'zgarishlar bo'ldi, lekin Aisha barakaliroq keldi. Juda ham qattiq o'zgarishlar bo'ldi. Mana, tak, bu Aishaning kompyuteri, bu meniki trade qiladiganim, bu kino ko'radiganim, bu PlayStation'ni sevaman. Nima desamagan, ana, nima bo'pti bu? Menglilar. Netflix ko'ryotgandik bugun kino. YouTube'da. Ну, как всегда, bilasizlar, Ditto ana. Aytgancha meni YouTube kanalimga podpisatsiya qilib qo'yinglar. Ditto. Bunday tepada mana turibdi. Ditto uzib chiqsanglar, ko'rasizlar. Bu yoqqa endi men bu SMM mendan so'z oldi, aka dedi, videolaringizni olmasak bo'lmaydi, u yoq bu yoq dedi. Bo'pti dedim, davay bosamiz dedim. Nima deyman endi? Hozir shu harakat qilamiz. Kelinglar mana birinchi ashullamni ko'ramiz necha bo'libdi. 40 million bo'lib qo'ygan. 40 million. Tabriklasanglar ham bo'ladi. Welcome to Dubai. Tak, dalcha kelinglar. Nima? Buni Aishani o'zi olib kelgan. Aishani uyda turuvdi. Olib keldik. Bu stoyka yo'q edi. Uni narsalari, chunki meni parfyumlarim ko'pi nimada turadi? Bas qila qoldik o'shani. Triski berib olmasligi uchun ashulani o'chirdik. Aishani o'zi olib kelgan. Buni uydan o'zi ham o'zi yaxshi ko'rgan mebel ekan. Oyoq kiyimlarimiz turadi buning ichida. Ustida narsalari. Tak, bu yerda yana bitta tualet. Bunda bosasizlar, bunda o'chadi, bunda bossanglar yoqadi, bunda bossanglar o'chadi. Ishqilib отдельный hamma yog'iga. Общий bor, общий dining bor. Например, bitta o'chirasizlar, xohlasanglar mana buni pastroq qilsa bo'ladi, balandroq qilsanglar bo'ladi. Ishqilibdi. Общий yoqasizlar. Общий yo'q. Tak. Ta oyna. Endi men sizlarga bu imенно otel haqida gapirib beraman. 30-etajda yashayman, eng penthouse-da yashayman. Oldin bu penthouse bo'lgan. Полный круговой. Ikkita xona bo'lgan o'zi общийda. Bular nima qilgan? Xonalarni bo'lgan. Mana shunaqa bir xonali xonalar qilgan. Xonalarni bo'lgan. Tak, kelinglar mana balkonim bu. Yana bitta balkonlarim maqtani. Men o'zi orzu qilardim, katta balkonim bo'lsa deb. Vid. Короче, tanlab ana nima sevgi bo'layotgan paytida xohlagan balkonimizga chiqib ketaveramiz. Bilasizlar-ku endi Ditto shoh o'shaning uchun shunaqa gaplar. Tak, dalsha. O'zi to'g'risi aytsam, zaldan kelganman. Ani qornim och. Esimam keldi. Bilasizlarmi nimasi yaxshi? Suv olmayman, suv olib kelishadi har kuni. Xohlagan suv, musorlarni alishtirib ketishadi. Вообще kayf. Yana bitta balkonim bu. Bu yerda men barbekyu zona qilmoqchiman. Jiyanim bor, Farruh qo'ymaydi. O'z to'g'risi aytsam, ikkita shunaqa balkonim bor. Bittasi bu, bittasini barbekyu zona, bittasini ertalab kardio zona qilib qo'ymoqchiman. Trenirovka qilib, skakalkada sakrab, presslarni shu yerda qilaman. Zalga tushmayman. Shunaqa. Zalga faqat silovga kirib ketaman. Tak. Bu yana bittasi. Mana. Bu ikkinchisi. Bu trenirovочный kiyimlarim, e'tibor bermaylar. Kiyimlarga bu oz zaldan keldim. Endi bilasizlar-ku, zalda terlaysan, sasiysan, qancha sasimayman o'zi. Nima Aisha polniy shunaqa kiyimlar podarka qilyapti. Bu kiyimlar undan kumush rang nimalardan kelgan ekan. Nima? Iplardan. Unda yordam berib tur, o'zbekcha deb qiynalyapti. Qo'shib turur. Shunaqa. Kumush tolali qilib. Shunaqa narsa olib qo'ydim. Ana mayda-mayda chivilla bo'lib qolsa endi bilib oladim. Men baribir
Bizda unaqa ko'p bo'lmaydi endi baribir. Bu yerda bu yerda sveti ham bor aytgancha. Svetini yoqmadi hayronman. Ha, sizlar uchun yoqdim. Tak, o'zi qornim och. Mayli, sizlar bilan mana. Endi kofe mashinaga keladigan bo'lsa, bu kofe mashinani отдельно yaxshi ko'raman. Nimaga? O'zi to'g'risi aytsam, oddiy kofe ichib yurganman. Hali ham bordir, qayerdadir o'sha qolgan. Hozir menga nima ishtirmaydi. Mana bunaqalar kofe ichib yurardim. Mana shunaqa tam Nescafe o'zi yotibdi mana. Ichib yurardim. Keyin Aisha bilan tanishdim-ku. Uni uyida mana bu apparati bor edi. Hozir yangisini zakaz qildim. Buni beryapmiz, buni bersang 30% skidka qilib beradi. Takoni malakolarni qizdirib beradiganlari bor ekan. Endi ko'rmagan ko'rgan qursin deydi, nima deymiz endi. Ish qilish shunaqa. Ha, uni sarvar berdi. Sarvar berdi. Aisha lekin bu kunga podarka qilaylik, menga yoqmadi dedi. Sarvar bilmasin dedi. Sarvar rozi bo'lasiz. Bu choylarim Angliyadan kelgan. Yaqinroq bo'lsa choy. Yaxshi ko'raman Angliyadan kelgan choylar har xil. Sal qimmatroq. Bu конечно bu mana nimam тренировочный vitaminlarim, там kunli vitaminlar. Bu kofelar. Mana shu kofeniki juda ham yaxshi ko'raman. Mayli, bugun mana buni ichamiz. Hazelnutli bor, o'shani ichasiz. Bundoq qilamiz. Endi qilasiz, nima qilasiz? Suv olasiz. Mayli-da endi ko'rsatinglar deganingiz uchun maqtanish emas bu, просто sizlarga ham nasib qilsin shunaqa uylar. Пожалуйста. Hozir. O'zi ana idishlar qolib ketuvdi. SMM yetdim yuvdi SMM. Rahmatilla, toza bo'lasan. Mehnat qilsang qishdan bizanikida. Uy tozaroq tursin-da, u borishlar chaqirishga bo'lmadi. Choy bu kofe ketdi. Men qornim och, endi menga bilasizlar Aisha nima taraf yoqadi? Menga har doim ovqat qilib ketadi. Ko'chada ovqat yemadim. Oxirgi paytda bilasizlar kam ko'chalarda yuribman. Даже restoranga ham kam boryapman. Men uchun отдельный ovqatlar qilib ketadi. Qani ovqatlar? Ha, mana ekan. Pivo meniki emas, u Aishaxon. Endi ani ayollarda PMS bo'lganda pivo ichib turadi. Shunaqa ovqatlar ham qilib ketadi. Ko'rsatmayapman. Kecha bir ajoyib ovqat qildi mana. Yetimskiy ovqat. Bir ko'rsatesizlar, bir maqtaning. Ne yaxshi ko'rgan. Kecha shunaqa ovqat qildi, bilmayman, hech yemaganman. Yog'siz bu. Mana nimada qovurgan, mana shuni o'zida. Bu nima? Chicken. Bitta qilasizlar, uni olib. Suvga tashiymiz. Shu qizni uchratdim hayotimda, lekin ishoninglar, hayotda haqiqiy mehrni sezdim. Nimadir uchun ham emas-da, ham bo'ladi-yu anu. O'zi ham ishlaydi, bechora. Endi ishlagani menga nima yaxshi? Uyda bilasizlar, uyda o'tirib qolaversanglarchi ko'p urishasizlar. Tushunasizlarmi? Yo'q, qo'y qolaysan chiroyli qilib, hozir ertaga ko'rsa to'nqillamasin, sen nima qo'yib. Endi qaranglar, bu nimadan pyure qilgan? Pyure kartoshkadan emas. Sveto'z kapustadan pyure qilgan menga. Ko'rsatmasin mana shu qizik. Mana shu qizik tomoni. Конечно, bunga jonimni beraman undan keyin. Nima? Qornim ochdi, endi rozi bo'lasizlar. Tak. Buni qildi. Mana bunaqa sous qilgan. Shpinatdan degandimi, shunaqa adashmasam-da. Ha, ko'rsatmasin. Singlim umringiz uzoq bo'lsin. Aishaxon, boringizga baraka. Ha. Shpinatdan. Короче, kecha qildi, bir kunga yetmaydi menga. O'zi bilinchiklarini yaxshi ko'raman. Hozir semirib ketganim uchun, semirib ketmasligim uchun bilinchiklarni to'xtatdim. Qo'ydim. Rosa yedim bilinchiklaring dedim. Shuning uchun hozir kamaytirdik bilinchiklarni. Qornim och. Biz ichga qo'yaman. Juda ham qornim och. Kim nima desa desin. Endi men uchun bu juda ham hurmatga sazovor narsalar. Mikrovolnovka. Shunaqa gaplar. Kofe tayyor. Hazelnut. Пожалуйста. Pomoda aytaylik, unaqa qimmat emas. Mana donasini 50 dirhamdan olaman, $15.
Sovg'a qildim oldin $15 ga целый katta Nescafe olardim, bir oy ichardim. Hozir mana bitta skupi shunaqa. Protein eng zo'r proteinlardan ichaman. Mishima посоветовать qilgan. Yaxshi biotexnika. Chiqilib shunaqa narsalar. Mana asnonoy buyum haqida obzor. Keyinchalik mana agar xudo xohlasa sizlarga yoqadigan bo'lsa, endi shu hotel apartamentni zalini, ya'ni zal, basseyn, razdevalkalari, tam trenirovka jarayonlarimni sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa ko'rsatib, realniy hayot hech qanday tayyorlanmasdan qanday boricha ko'rsataman. Shunaqa gaplar. Ko'plar mashinamga qiziqadi. Qanaqa mashinalaringiz bor? Mashinamni ham obzorini qilaman. Nima mashinalarim bor? Uni ham qilaman. Xudo xohlasa, обязательно osh restoranni ko'rsating degan polniy obzor, osh restoranni obzor qilamiz. Kunlik yurishim, qayerga borishim, ishqil lifestyle ko'rsataman haqiqiy. Yolg'onsiz. Lekin yana bir marta aytaman, bu darajaga kelishim menga oson bo'lmagan. Gapirishim mumkin, sen kayf ujasan, fahsh yurasan, u yoq, bu yoq. Hamma bu dunyoda o'zi qilgan ish uchun o'zi javob beradi. Mana sujat deganlar odamlar gapiraveradi. Hech qachon men birovlarning gapiga qarab turib yashamaganman. Chunki yashamayman. Bunda davomli o'zimni osib qo'yishim kerak ular gapiga to'g'ri. To'g'ri, bizda endi mana bu bizani uydagilar uchun bu qanaqadir bir yengillik bo'lgan. Bizani oilada o'zi hamma davlat odami hech qachon o'ylamagan mana shunaqa mediniy odam chiqadi deb. Men mediniy sabab mediniy degan narsani har doim uzoqroq yurganman o'zi paytida. Uyalganman, даже kameradan ham. Hozir zamon talabi, hamma qilyapti bu ishni. To'g'risi aytsam, bir 70 yoshli odam ham chiqib turib, bitta biznesni yuritish uchun mediaga aralashyapti, kimdir motivator bo'lib ketyapti, kimdir har xil ochkilar taqib turib kontentlar qilyapti. Bizda ham возможность bor, mana qonimizda, lekin bizda hammasi reallik. Zararni hech nimaga tayyorlanganim yo'q, men to'g'risi. Shunday zaldan chiqdim, keldi, 1 soat zal oldida o'tirdi va ishga kutib, aka olmasak bo'lmaydi. Oling, ko'rsating. Nima boshqalar qilyapti? Sizda ko'proq возможность. Boshqalar arendaga olib qiladi. Sizda o'zizniki bo'lsa, deb meni qo'ymaganim uchun mana shu narsani oldim. Bu kartinka ham o'zida ham bu. Kartinka qo'ymaganman. Короче, tayyor. Faqat shu televizorni olib kelganman, bu ish narsalarimni. Bu esimdan chiqib qoldi mana bu trade bo'yicha. Aytuvdim, eng zo'r trade qilganga beraman deb. O'sha treyderni Dubayga ham olib kelmoqchimiz. Bu 3 ta odam tanlaymiz. Ikkita yaxshi trade qilgan, 3 ta odam, 3 ta yaxshi trade qilgan, ikkitasiga iPhone'larni, bittasini Dubayga olib kelib, men bilan dam oladi. Yana ko'ramiz, pul ham beramiz u bolaga. Birga trade qilamiz, может investorskiy счет beraman, yaxshi pul. Keyin O'zbekistonda ofisinglar bormidi? O'zbekistonda ofis ochilgan. Va xolisi mana 12-da polniy bizani shu management boradi. Marketing, management, o'sha west team hammasi boradi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 12-dan 17-gacha men ofis adresini Instagramda ham qoldirib qo'yaman. Обязательно bu yerda ham qo'ysa bo'ladi, rahmatli adresi. Rahmatli qo'yib qo'yadi adresni. Bemalol borib konsultatsiya tekin. Nima savolinglar bo'lsa, broker haqida, keyin bizga partnyorlar kerak. Qanaqa partnyorlar? O'zini traderskiy communitysi bor partnyorlar kerak. Ularga biz yaxshi uslubalar qilib beramiz, partnyorskiy. Bilaman, ko'plar bor. Endi ko'plar yangilik uchun ishonmayapti. Shuning uchun, пожалуйста, ofisga ham kelinglar. Endi ishonishingiz uchun ham to'g'risi aytsam, hech qaysi broker ko'rmaganman. Просто tak pul tarqatganni. Men lично o'zim tarqatdim. Guvoh ham bo'ldinglar. Pul yechib olganlar ham bor. Instagramda kompyuterimda ham bir ko'rsataman, ochib, baholasa joyini ham bir 2200 ta odamga $50 dan pul berdik. Ular pulni foyda qilib yechib oldi ham. O'sha почти bir 30 ming, 20 ming, 30 ming atrofida pul chiqib ketgan kompaniyaga, puldan tashqari. Bu degani broker zo'r, chotki. Пожалуйста, ishlab ko'ringlar. Men faqat gapga emas, har doim rezultatga qarab ish qilgan bo'laman. Borib tekshirib olinglar, ishlab ko'ringlar, deposit qilinglar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, brokerim ham ссылкасini qoldirib qo'yadi. Так что, rahmat. PlayStation'da nima bor ekan? Как Netflixga o'xshab. Oyiga pul to'laysizlar, xohlagan o'yinni tekin o'ynaysiz. PlayStation Plus'mi deyiladi. O'shanga подписаться qilib oldim yillik. $120 ekan, mazza qilib. Shunaqa Alisa ham bor,
Mana bunaqa Alisa ham bor. Takoy massa bilan klipimda chiqqan bu ko'rgan bo'lsanglar JBL shuni ashulani qo'yib turib bo'ng'illatib ashula aytganmiz. Ishqilib. Shunaqa gaplar. Hammaga rahmat. Nima deyman? O'ylaymanki, qo'ldan kelgancha maksimal obzor qildim. Nima deysan? Yetarlimi? Yo, nima? Ha, like, podpisatsiya qilib qo'yinglar, obuna bo'linglar. Sizlardan ko'p narsa ko'rgan o'qiymiz, kommentariy yozinglar, yoqsa ham, yoqmasa ham. Keyingi safar qaysi videoni ko'rmoqchisizlar, nima haqida video ko'rmoqchisizlar aytsanglar, o'shanga qarab qo'ldan kelgancha hammasini ko'rsatib boramiz vaqtga qarab. Balki hozir menda dam, chunki unaqa ko'p ko'chaga chiqmayapman. Qo'ldan kelgancha videolar olaman. Oldin bilasizlar, har kuni ko'chada tusovka Jerry bilan, Jerry ham hozir uylanibdi. Jerry baxtli bo'lgan, nima deyman, o'g'illi bo'libdi, qizli bo'libdi. Men baxtliman, o'rtog'imga ham rosa sho'xidi paytida. Bilmadim, balkim bosildim, balkim yo'q, ko'ramiz. Bu hammasi ayollarning o'ziga bog'liq. Aisha qandoq mani ushlab qoladi, uni o'ziga bog'liq. Lekin pakrarni meri hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Zavodda qilmayman. Bugun ko'nglimdagidek qizni topdim deb bilaman. Yaxshi ko'raman uni. Juda ham hurmat qilaman. Haqiqatdan mehr yomonni beryapti. Lekin eng zo'r dikto boshqa qizga nasib qildi hayotda, bilib qo'yinglar. Hamma narsasi bor dikto boshqa qizga nasib qildi. Tushunasizlarmi? Например, kim bilan yurganman, nimamdir bo'lmagan, mashinam bo'lmagan, yo mazmunchim bo'lmagan. Lekin eng diktoni eng zo'r payti, eng zo'r formadagi payti boshqa qizga nasib qildi. Hamma narsasi bor. Qo'ldan kelgancha ishni yur restoranga desa, restoranga ham chiqmaydi. Faqat uyda ovqatlanamiz. Storylarimni ham ko'rgansizlar. Yaxshi shunaqa gaplar. Hammaga rahmat. Hozir gapirsam gap ko'p. Boshqatdan aylantirishga to'g'ri keladi. Xudo xolasa keyingi videolarni ham yana gaplashamiz. Rahmat kattakon.